Namanganda, butun O'zbekistonda trendda bo'lgan Abdulloh choychidamiz. Sabochi akam bizni eng ko'p ketadigan karak choyimiz, sutli. Bu mevali mix choyimiz, limon imbirli, shomollasangiz. Mana mehnat choyim deb ko'p kelishadi. Karkadek choylarimiz bor. Bahosini beringchi. Xo'p bo'ladi. Qo'qondan benazir shirinliklarini Namanganga Abdulloh choychiga olib kelib yeb ko'ramiz. Karak choydan ichib ko'ramiz. Hamma maqtagan karak choy. Benazir shirinliklari o'sha Turkiyadagi Galapa ko'chani shirinliklaridan ham shirinda bu. Choychi Abdullohda benazir shirinliklari yo'q. Choylarini mazasiga umuman beradi. Haqiqatda choylarini maqtagancha bor ekan. Joylari ham, joylari o'zimizga xos. Odamning o'chiritligini ko'ryapsizlar. Butun O'zbekistondan choy ichgani qiziqib hamma kelyapti. Qishda shabodalashlarga qarshi imbir choylari ham bor ekan. Imbir hamda limon. Abdulloh choychi. Mazasiga gap. İçinde olma qoqilari ham bor ekan. Choychi Abdullohda обязательно shikalant berishar ekanlar. Shikalantlaridan ham yeb ko'ramiz. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Barchalaringni Namanganda choychi Abdullohda kutib qolamiz. Sog' salomat bo'lasizlar.